Bo'lsa bo'lsin, sizga bo'lsin. Foydali maydon loyihamizdan yana bir foydali taklifni qabul qiling. 5 qavatli binoning 5-qavatidan 68 kvadrat metrdan iborat 3 xonali kvartira sotiladi. Kvartira yashashga yetarli sharoitga ega. Uy egalari o'zlari yashab turganliklari uchun kerakli qulayliklar yaratilgan. Remontlari ham chakki emas. Svet, suv, gazdan muammo yo'q deyishdi. Faqat shu mebellarini o'zingiz boshqa olib kelib, qayta jihozlab olarkansiz. Do'stlar, men eng mazza qilgan joyimni aytaymi? Kvartirada ham milliy muhitni yaratib, mana bunday baland so'ri qo'yilgan ekan. Zo'ra, sizga ham yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Shunaqa gaplar. Holatini ko'rdingiz. Agar ma'qul kelayotgan bo'lsa, narx va manzilni aytib o'taman. Narxini shu mebellarsiz holatiga $27,000 aytishdi. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, uy egalariga bog'lanasiz. O'zlaringiz bemalol kelishib olsangiz bo'ladi. Manzil lekin olishga arzigulik joyda. Farg'ona shahri Muhayyoda talabalar turar joyining shundoqqina ro'parasida.